Assalomu alaykum. O'zbekiston dastoyni mujiklar, yaxshimisizlar? Mana Goltukamni so'radinglar. Alhamdulillah, ozodlik ham chiqib oldi. Inshaalloh duoda bo'linglar. Beri tolka O'zbekistonni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz inshaalloh. Duoda bo'linglar mujiklar. Assalomu alaykum mujiklar. Sizlarga katta bir narsani ochaman. Bu katta narsa nima degani? Meni qiyin kunlarda har doim qanotimni ostiga kirganlardan menga duh bo'lib turgan, menga motivatsiya bo'lib turgan bir odam bor. U otam. Men to'nisizlarmi? Qo'yib borganman. Yana ham ko'rsataman otamga menga qanaqa motivatsiya borligini. Men o'tirgan joyimga, kirib borgan joylarga, sevdanga bergan vaqtlari kabiga telefon bilan gaplashgan paytim otam menga o'sha vaqtda o'g'lim o'zingni tut degan vaqtlar men otam bor, meni duxim otam. Aytib voyin bo'ladiki, bola otasiga qarab duxoladi-da. Men shu kishini ko'rsataman, sizlar bilan gaplashib, ko'rsataman yuraylik.